Assalomu alaykum. 5-kolonkaga 110 milli. 1-aprelda naqdsiz to'lovga o'tilgan, xabaringiz yo'qmi? Nima deganingiz bu? Menda karta yo'q-ku, qanaqa to'layman pulni? 2026-yil 1-apreldan yoqilg'i quyish shoxobchalarida to'lovlar naqd ko'rinishida amalga oshirilmaydi. Lekin xavotir olmang. Asaka Bank sizga qulay imkoniyatni taqdim etadi. Buning uchun avvalambor App Store yoki Play Marketdan Asaka Bankning mobil ilovasini yuklab olasiz. Ilovani ochib, identifikatsiyadan o'tasiz. Kartalarim bo'limiga kirib, u yerda qo'shish belgisini bosasiz va virtual karta ochish oynasi chiqadi. Virtual kartaning Humo yo'nalishini tanlaysiz. Barcha shartlari bilan tanishib chiqib, tasdiqlasangiz, sizda virtual karta ochiladi. Virtual karta hisobini esa yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi Paynet info kioskalari orqali to'ldirib borishingiz mumkin. Oke, to'landi. Rahmat, yaxshi ishlaylar. Bo'ldi, salomat bo'ling.